Assalomu alaykum. Arab tili harflarini o'rganishda davom etamiz. Bugungi darsimiz sa harfi. Sa harfimiz ba kabi bir xil yoziladi. Agar tagiga qo'ysak ba harfi edi. Bularni birma-bir takror qilamiz va bugun sizlar bilan birgalikda sa harfini qo'shimchasiga qo'shib olamiz. Qarang. Xuddi shu bir qayiqni tagiga bir nuqta qo'ysak ba harfi bo'ldi. Agar ushbu harfni ustiga 2 nuqta qo'ysak, ta harfi bo'lgan edi. Endi bugungi darsimizda o'tiladigan sa harfimiz. Ko'rdingizmi? Ba, ta, sa uchalovi ham bir xil yozuvga ega. Shuning uchun uchalovini ham bosh harflarini olganimizda, bosh ko'rinishlarni olganimizda bir xil ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni siz buni o'rgangan o'quvchimiz sani ham tani ham o'qa olishligi kerak bo'ladi. Faqatgina farqli holati ba va nuqtalardan. Agar tagiga bitta nuqta qo'ysak ba, ikkita nuqta ustiga qo'ysak ta, uchta nuqta ustiga qo'ysak sa harfi bo'ladi. Birozdan keyin talaffuzda o'rganib chiqamiz. O'rta ko'rinishi uchalasi ham bir xil. Faqat nuqtalarda farqi bo'lmoqda. Va oxirgi ko'rinishi o'tgan safar aytganimizdek har darsda o'zining asli ko'rinishlariga ega bo'ladi. Mana ko'rdingizmi? Uchalovi ham bir xil. Faqatgina nuqtalarda. Tagida bo'lsa bitta, b, uchta ustida bo'lsa sa, ustida ikkita bo'ladigan bo'lsa ta harflariga ega bo'ldi. Ko'rib turganingiz, sa harfi talaffuzi chuchuk s holatida bo'ladi. Quyidagi rasmda tishlarimizni orasiga qo'yganimiz holatda sa, si, su tarzda talaffuz qilamiz va sukunli bo'lganda s, is, us tarzda talaffuz qiladi. Buni chuchuk s ham deb aytiladi. Misollarda ko'radigan bo'lsak, samaro kalimasida mana samaro tarzda bo'ladi yoki salsu tarzda talaffuz qilinadi. Sa harfini misollarda ko'rib chiqamiz. 3 qator misollar bo'ladi. Siz kunlik davomida alif, ba, ta va 4-bugungi harfimiz sa harfini ishtirokida istagancha o'nlab, kerak bo'lsa yuzlab so'zlarni tuzib chiqishingiz mumkin. Lekin bizning vaqtimiz chegaralangan va ixtisor bo'lishligi uchun qisqa bo'lgan so'zlarni sizlarga beraman. A, b, s misolimiz uchun. Ab, su. Ko'rib oldingizmi? Ab, su tarzda. Keyingi so'zimiz bo'lishligi mumkin. Ba, sin. Agar bir nuqta bo'lganda batin, lekin biz 3 ta nuqta qo'yganimiz uchun basin tarzda bo'ladi. Davom etamiz. Ta, bat kalimamiz. Sa chuchuk, ba tga sukun berishligimiz mumkin. Sabat. Davom etamiz. Sani o'rta ko'rinishi ba, bu. Ko'rdingizmi? B, S, B. Harakatlar ikkinchi masala. Harakatlarni keyin qo'ysangiz bo'ladi. Mana ba, su, b. Ba, su, b tarzda. Yoki oxirgi ko'rinishi. S'ning boshi b va oxirgi s'ning ko'rinishligi. Sab, sin misol uchun. Sab, sin tarzda. Yana davom etamiz. Alif bilan yozilganda qo'shilmagan holatda yoziladi. Chunki alif lider harf hisoblanganligi uchun o'zidan keyinga qo'l bermaydi. A, san tarzda yozilishligi mumkin. Odatda an bilan tugagan har qanday so'z alif bilan keladi. Uni sizlarga hali endi boshlang'ich bo'lganimiz uchun uni kiritib o'tmadim. Davom etamiz. Bas, bu, tu bo'la qolsin. Bas, bu, tu tarzda. Yana davom etamiz. Buni siz o'zingiz o'qishingiz kerak. O'qiymiz. A, b. Ab. Bugungi harfimiz s, u. Qo'shamiz ab, su, b nuqtasi ko'rmay qolibdi. Bin. Ab, su, bin. Arab tili darslarini biz bilan o'rganishda davom eting. Bu video boshqalar uchun foydali bo'lishligi uchun like bosishni unutmang. Fikrlaringizni esa izohlarda kutaman.
Siz bilan birga Ibrohim Muhiddin. Ma'assalama.